Assalomu alaykum. Ro'yo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Yerning tarixiga yuzlanamiz. Tasavvur qilib ko'raylik, Yerning barcha milliard yillik tarixini bir kunga joylashtira olganimizda nima bo'lardi? O'zi hayot qachon paydo bo'lardi? Dinozavrlar necha daqiqa yoki soat yashagan bo'lardi? Insonlarning ulushi, ular faqat soniyalar, balki undan ham kamroq bo'larmidi? Birozdan so'ng siz Yer tarixini 24 soatlik vaqt shaklida ko'rasiz. Yanada ko'proq qiziqarli kontentlar uchun Ro'yo kanaliga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Demak boshladik. Bizda dastlabki soniyalar, yangi yulduz paydo bo'ldi. Keyinchalik u Quyosh deb nomlandi. Atrofida chang va gazdan iborat bulut aylanishda davom etmoqda. Bu uzoq vaqt oldin halok bo'lgan ulkan yulduzning qoldig'i. Bu bulut ichida chang zarrachalar to'planmoqda va asta-sekin o'smoqda. Oxir-oqibat bu notekis massa bir sayyoraga aylanadi. Bu esa Yer. O'sha payt Yerda bir kun atigi 6 soat davom etardi. Vaqt o'tishi bilan Oyning tortish kuchi Yerning aylanishini sekinlashtirdi va kunlar asta-sekin cho'zila boshladi. 40-daqiqada Yerga nimadir yaqinlashadi. Yo'q, bu asteroid emas. Bu boshqa bir sayyora. Theia sayyorasi. U Mars o'lchamidagi qo'shni sayyora bo'lib, million yillar davomida uning va Yer orbitasi yaqinlashib kelgan. Theia Yer bilan burchak ostida to'qnashib parchalanadi. Eritilgan massa va lavalar keyingi asrlarda birlashib yumaloq jismga aylanadi. Oy aynan mana shunday paydo bo'lgan. 1 soat 15-daqiqada biz allaqachon ilk okeanlarni ko'rishimiz mumkin. Yer soviy boshlagach, vulqonlardan chiqqan suv bug'ulavi kondensatsiyalanadi. İlk bor yomg'ir yog'adi, sayyorada suv havzalari paydo bo'ladi. Dastlab tezda bug'lanib ketadigan kichik ko'llar bor edi. Ammo tez orada ular barqarorlashdi. Shunday bo'lsa-da, yer hanuz issiq edi. Suv 40 gradusdan 85 gradusgacha bo'lgan haroratda arang suyuqlikda turardi. Past joylarda esa qaynab turgan ko'llarni uchratish mumkin. Suv o'zi yomg'irdan va yer ichki qatlamlaridan chiqayotgan buqalardan kelgan. Kosmos ham bunga yordam berdi. Suvga boy asteroidlar va kometalar Yerga urilib turardi. Bu jarayon hanuzgacha davom etmoqda. Hatto siz mana bu videoni ko'rib turgan paytingizda ham. Yerga har kuni 60 dan 100 tonnagacha kosmik moddalar tushadi. 1 soat 52 daqiqaga kelib, yer chuqurliklaridan chiqayotgan issiq moddalarning suv ostida kuchli bosim bilan tarqalgan oqimlarida tabiat molekulalarni tasodifiy birlashtirib, kimyoviy laboratoriyalarni yaratdi. Va mana shunda birinchi muhim yutuq sodir bo'ladi. Birinchi organik molekula sintez qilinadi. Aminokislotalar, RNK va oqsillar shakllana boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan bu ibtidoiy bo'tqa to'yinadi va o'zini ko'paytira oladigan tuzilmalar yuzaga chiqadi. 4 soat 30-daqiqaga kelib, birinchi to'liq shakllangan hujayra paydo bo'ldi. 4 soat 30-daqiqada birinchi to'liq shakllangan hujayra paydo bo'ladi. Aynan shu vaqtdan boshlab Yerda hayot rasman mavjud bo'ldi. 5 soat 53-daqiqada esa birinchi viruslar yuzaga kelgan. Shu vaqt atrofida Yer yadrosi ikki qatlamga bo'linadi. Qattiq ichki va suyuq tashqi qatlamga. Suyuq metal qatlami ichki yadro atrofida aylanishni boshlaydi va bu magnit maydonni hosil qiladi. Shu bilan Yerning magnit qutblari vujudga keladi. Ular har 200-200 ming yilda bir almashadi. Bu bizning soatimiz bo'yicha 5-6 soniyaga teng. 11 soat 13-daqiqaga kelib, oddiy prokaryotlar allaqachon eng sodda ekotizimlarni yaratmoqda. Energiya olinishining samarali usullarini izlamoqda. Bu organizmlar juda sodda. Xuddi hech qanday xonasi yo'q kichik uylarga o'xshaydi. Ulardan biri siyanobakteriyalar fotosintezni boshlaydi. Quyosh nuri yordamida karbon-angidrid va suvdan ozuqa moddalar hosil qiladi. Yon mahsulot sifatida kislorod ajratadi. Va bu jarayon Yer atmosferasini o'zgartirib yubordi. 11 soat 35 daqiqa o'tib, Yerda buyuk kislorod inqilobi yuz beradi. Siyanobakteriyalar shu qadar ko'p kislorod ajratadiki, u suv va atmosferadagi moddalar bilan tezda reaksiyaga kirisha olmaydi va erkin gaz sifatida to'planadi. Ko'plab organizmlar uchun bu halokatli zahar bo'lgan. Ammo bu vaqtga kelib kisloroddan energiya olishni o'rgangan bakteriyalar ham paydo bo'lgandi. Ular oz sonli kislorod yo'ntaklarida yashagan. Endi esa ular butun sayyoraga tarqala boshlaydi. 10 soat 39-daqiqada hayot kislorod asosidagi energiyaga o'tadi. Shu vaqtda hayot yangi shakllarga kiradi. Bitta hujayra boshqasini yutib yuboradi.
lekin hazm qilish o'rniga ichki hujayra foydali funksiyalarni bajara boshlaydi. Shu tariqa endi simbioz ittifoqi yuzaga keladi. Bu esa eukariot hujayralar paydo bo'lishiga olib keladi. Prokariot va eukariot o'rtasidagi farq juda katta. Prokariot bu xuddi bitta xonali kvartira singari, hamma narsa bitta joyda. Eukariot esa ko'p xonali uy, yadro, mitoxondriyalar va boshqa ko'plab organlarga ega. 15 soat 43 daqiqada hujayralar birlashib, ibtidoiy ko'p hujayrali hayot shakllanishi boshlanadi. Oradan 2 soat o'tib, 17 soat 47 daqiqada to'liq rivojlangan ko'p hujayrali organizmlar yuzaga keladi. Shu paytda birinchi jinsiy yo'l bilan ko'payuvchi organizm, bomorpha nomli suvot hamda zamburug'lar ham paydo bo'lgan. Shu payt kutilmagan narsa yuz berish arafasida edi. 20 soat 38 daqiqada iqlim keskin o'zgaradi. Issiqxona gazlari va o'zgargan okean oqimlari sabab Marinoan muzlashi boshlanadi. Bu holat qorli yer deb ataladi. Sayyora bir necha mil qalinlikdagi muz bilan qoplangan. Harorat esa -20 gradus Selsiygacha tushadi. Hayotning katta qismi halok bo'ladi. Faqat chuqur okeanlar, issiq buloqlar va muz yoriqlarda yashovchilar omon qoladi. 20 soat 43 daqiqada davom etayotgan vulqon faolligi muzlarni eritadi. Omon qolgan organizmlar yangi ekologik muhitga joylashadi. 21 soat 2 daqiqada avalon portlashi boshlanadi. Ya'ni hayot portlashi. Yerda ediakaran biotas paydo bo'ladi. Ya'ni birinchi murakkab ko'k hujayrali organizmlar. Ular ko'p hollarda yumshoq tanali, radial simmetriyaga ega edi. Ba'zilarining o'lchami bir necha 10 santimetrga yetgan. Bu davrda shakllar, tuzilmalar va yashash usullarida misli ko'rilmagan xilma-xillik yuzaga kelgan. 21 soat 12 daqiqada Kembri portlashi yuz beradi. Hayot nihoyatda murakkablashadi. Ilk bor qattiq tana qismlariga ega jonzotlar paydo bo'ladi. Tabiat turli shakllar va funksiyalar bilan tajriba o'tkazadi. Ilk paydo bo'lganlardan biri trilobitlar bo'lib, ular qattiq tashqi skeletga ega andropodlar edi. Umurtqali hayvonlar ajdodlari ham ko'rina boshladi. Masalan, beya, oddiy umurtqaga ega mavjudot. Shuningdek, g'alati shaklli jonzotlar, tikanli va bron qoplanganlar ham paydo bo'ladi. 21 soat 23 daqiqada esa Kembri portlashi nihoyasiga yetadi. 21 soat 34 daqiqaga kelib o'simliklar quruqlikka chiqadi. Ular hanuz sodda shakllarda bo'lib, ko'proq moxlarga o'xshardi. Ildizlari yo'q, namlikni to'g'ridan to'g'ri butun tana yuzasi orqali yutardi. O'simliklar quruqlikda ildiz otgach, yerni o'zgartira boshlagan. Ular kislorod ishlab chiqardi va yangi eka tizimlar uchun asos yaratdi. Bu o'simliklar nafaqat yer yuzasini barqarorlashtirdi, balki birinchi qo'rg'ulik hayvonlari uchun yashash muhitini yaratdi. 21 soat 40 daqiqada birinchi hayvonlar qo'rg'ulikka chiqa boshlaydi. Bu ilk ko'chmanchilar antropodlar bo'lib, hozirgi hasharotlar, o'rgimchaklar va qisqichbaqalar ajdodi sanaladi. Nam sohil hududlarini o'simliklar qoplagach, ular ortidan oziq-ovqat va yashash joyi izlab hayvonlar ham keladi. 21 soat 50 daqiqa. Okeanlar hanuz hayotga to'la. Bu baliqlar asri, ya'ni devon davri boshlanadi. Suvlar firma xil hayotga to'la. Jaxsiz mavjudotlardan tortib akulalar va zirhli baliqlargacha. Lofinli baliqlarda muhim o'zgarishlar yuz beradi. Ulardan biri, ya'ni tiktalik, suzgichlarini sayoz suvlarda harakatlanish uchun ishlata boshlaydi. Ya'ni oyoq kabi. Xuddiki u muhim evolyutsion sakrash arafasida turgandi. 22 soat 5 daqiqada bu sakrash sodir bo'ladi. Biz hayratlanarli voqeaga guvoh bo'lamiz. Birinchi amfibiyalar suvdan quruqlikka chiqadi. Ular lofinli baliqlarning avlodlari bo'lib, suzgichlari oddiy oyoqlarga aylangan. Endi ular quruqlikda harakatlana oladi. Ular oddiy oyoqlarga ega bo'lsa-da, hanuz suzgichlar va suvdagi tebranishni sezuvchi yon chiziqlarga ega edi. Ko'payish va namlik uchun suvga bog'liq bo'lsalar-da, quruqlikda o'qilish va yashash imkoniyatiga ega edilar. 22 soat 16 daqiqada qit'alar birlashib, Pangeya super qit'asi paydo bo'ladi. Bu to'qnashuvlar tog'larni hosil qiladi, iqlim o'zgaradi, qit'a ichkarilari quruq, qirg'oq zonalari esa tropik bo'lib qoladi. 22 soat 20 daqiqaga kelib birinchi reptiliyalar quruqlikda paydo bo'ladi. Ular amfibiyalarning avlodlari bo'lib, suvdan butunlay mustaqil yashash imkonini beruvchi xususiyatga ega edilar. Bu ularga yashash hududlarini kengaytirish imkonini berdi. Ushbu mavjudotlar hozircha kichik va ko'zga tashlanmaydi. 22 soat 48 daqiqada Trias davri boshlandi.
Ba'zi reptiliyalar birinchi dinozavrlarga aylangan. Ular hali kichik va katta kesaklarga o'xshardi, lekin muhim farqlarga ega. Eng muhim belgisi oyoqlarining tananing tagida joylashgani. Boshqa reptiliyalarda esa yon tomonda edi. Bu ularni tezroq va chaqqonroq qilgan. Dinozavrlar ikki asosiy guruhga ajraldi. Birinchi guruh sauruschiyalar, yirtqichlar, masalan, tiranozavrlar va yirik o'txo'rlar shu yerda. Ikkinchi guruh esa ornitxistchiyalar, keyinchalik triceratops, stegozavr kabi gigant o'txo'rlarga aylangan. 23 soat 13 daqiqaga kelib, dinozavrlarning ayrim tarmoqlari mutlaqo o'ziga xos yo'ldan ketadi. Mayda yirtqich dinozavr avlodlari patli pterodoplarga aylana boshlaydi. Arxeopteryx dastlabki turlardan biri dinozavrlarning xususiyatlariga tishlar dumga ega bo'lsa-da, qisqa masofalarga ucha olardi. Batxut patlar parvozga moslashdi, qanotlar uzaydi, tana aerodinamik shakliga kirdi. Hozirgi zamonaviy qushlar ham aynan dinozavrlardan kelib chiqqan. 23 soat 16 daqiqada o'simliklar olamida inqilob yuz beradi. Gulli o'simliklar paydo bo'ladi. Bungacha dunyoda faqat ignabarglar va sikadalar hukmron edi. Ular spora yoki yalang'och urug'lar bilan ko'payardi. Gullar va mevalar esa o'simliklarga muhim ustunlik beradi. Gullar yordamida ular hasharotlarni o'ziga jalb qiladi. Bu esa o'zaro foydali hamkorlikka aylanadi. Bu ittifoq nihoyat samarali bo'ldi. Yer gullaydi, okeanlar ham, quruqlik ham hayotga to'la. Ammo 23 soat 39 daqiqada kutilmagan falokat yuz beradi. Everestdan ham katta asteroid hozirgi Yucatan yarim oroli yaqiniga uriladi. 12 mil sekund tezlikda yerga urilgan bu asteroid 1000 kilometr radiusdagi barcha narsani bug'lantirib yuboradi. 20 mil kenglikdagi chuqur krater paydo bo'ladi. O'ta katta chang va qoldiq buluti butun sayyorani qoplaydi. Osmon qorayadi, quyosh nur to'siladi, harorat esa ko'tariladi. Yong'in to'fonlari butun yer bo'ylab tarqaladi, o'rmonlar yonadi, ekotizimlar yo'q bo'ladi, dengizlar esa qaynashni boshlaydi. Hayvonlar issiqlik va kislorod yetishmasligidan aynan mana shu paytda halok bo'ladi. Ko'p o'tmay chang quyosh nurini to'sib qo'ygani uchun harorat keskin tushadi, ya'ni global sovish boshlanadi. Bu sabab fotosintez to'xtaydi, ekotizimlar qulaydi, dinozavrlar sovuq va ochlikdan qirilib ketadi. Iqlim haddan tashqari og'irlashadi. Dovullar, tsunami, zilzila va yong'inlar yer yuzini batamom vayron qiladi. Yillar o'tgach esa chang bosiladi, quyosh nuri yana nur sochadi. Iqlim esa asta-sekin tiklanadi. Ammo bu manzara biroz yurakni ezadi. Chunki yer yuzidagi barcha turlarning 75% yo'q bo'lib ketgandi. Ammo omon qolganlar oldin bo'lgani kabi yangi sharoitga moslashishga majbur bo'lgan. Endi bo'shab qolgan ekologik nishtalarga yangi hayot egalik qila boshlaydi. Iqlim tiklanadi. Lekin endi abadiy o'zgargan. Bu sut emizuvchilar davrining boshlanishidir. Avval kichik va tun hayvonlari bo'lgan sut emizuvchilar endi bo'shab qolgan joylarni egallaydi va tez evolyutsiyalanadi. Ularning iliq qonliligi, tirik tug'ishi va jullari ularga ustunlik beradi. Ba'zilar quruqligida qoladi, boshqalar suvga qaytadi. Yana boshqalar esa daraxtga chiqadi. Ular orasida esa yana bir o'zgacha mavjudotlar paydo bo'ladi. 23 soat 40 daqiqada biz zamonaviy lemurlarga o'xshash mayda hayvonlarni ko'ramiz. Ular daraxtlarda yashaydi, tun hayvonlari yirtqichlardan saqlanishga harakat qiladi. Ya'ni bular birinchi primatlar. Ular muhim xususiyatlarni rivojlantiradi. Ko'rish asosiy sezgi bo'ladi. Qo'llar egiluvchan, barmoqlar esa chiqishga moslashadi. Miyalari kattalashib, muvofiqlashtirish va aql darajasini oshiradi. 23 soat 49 daqiqaga kelib, burunli maymunlar paydo bo'ladi. 23 soat 52 daqiqada esa tarixiy voqea yuz beradi. Afrikada o'rmonlar savannalarga aylana boshlaydi. Primatlar daraxtlardan tushishga majbur bo'ladi va yerda yashashga moslashadi. Bu esa ikki oyoqlilarni paydo bo'lishiga olib keladi. Ikki oyoqlilik oddiy harakat emas, bu qo'llarni bo'shatadi va aqlga asos yaratadi. Qo'llar endi asbob yashash, bolalarni ko'tarish va boshqa murakkab ishlar uchun bo'sh. 23 soat 59 daqiqa 13 soniyadan so'ng yer tarixining so'nggi 1 daqiqasida hammasi yuz beradi. 24 soniyada Homo habilis paydo bo'ladi. Miyasi 600-750 cm3. U uzun qo'llar, kichik tana bilan oddiy asboblar yasaydi. 48 soniyada Homo erectus paydo bo'ladi. Miyasi 850-1100 cm3. U to'liq ikki oyoqli, olovni ishlatadi, Afrikadan Osiyo va Yevropaga ko'chadi.
50 soniyada Homo heidelbergensis rivojlanadi. Miyasi 1100-1400 santimetr kub, ular boshpana quradi, olovni mohirlik bilan ishlatadi, tosh va yog'och qurollar bilan mamont ovlaydi, bu esa rejalashtirish va jamoaviy ishni talab qiladi. 50 soniyada neandertal odamlar paydo bo'lgan. Miyasi 1750 santimetr kubgacha yetadi. Ular kasallarga g'amxo'rlik qiladi, o'liklarni ko'madi va hatto oddiy nutqqa ega bo'lgan bo'lishi mumkin. 54-soniyada Homo sapiens, zamonaviy odamlar paydo bo'ladi. Ular bir muddat neandertallar bilan birga yashaydi. 56-soniyada heidelbergensis yo'q bo'lib ketadi. Yangi muhitga moslasha olmagani uchun. 58-soniyada esa Homo sapiens sapiens, ya'ni biz paydo bo'lamiz. Biz Afrikadan chiqib butun dunyoga tarqalishni boshlaymiz. 59 daqiqada neandertallar yo'qolib ketadi. Ularning DNKsi bizda hanuz saqlanib qolgan. Yana bir necha millisoniyadan so'ng insoniyat so'nggi kichik muzlik davridan omon chiqadi. Iqlim barqarorlashadi, dehqonchilik boshlanadi. Bu neolit inqilobi. Biz odamlar joylashamiz, aholi ko'payadi, shaharlar quriladi, mehnat taqsimoti bo'ladi. Texnologiya tezlashadi. 95-millisoniyada Giza piramidalari quriladi. Yana bir necha lahzada esa bu dvigateli. Attiga 5 millisoniyadan so'ng esa ARPANET, ya'ni internetning ajdodi. Va hozir biz shu yerdamiz, intellekt va sun'iy intellekt davrida. O'ylaymizki, siz ushbu video davomida odamlarning yerda juda kam muddat yashaganini va aslida yer bizga tegishli bo'lmasligini tushundingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, siz Ro'yo kanalida edingiz.